بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimda oxirgi nozil bo'lgan oyat haqida. O'zi qaysi oyat oxirgi nozil bo'lgan desa, ozgina ulamolarda, mufassirlarda o'rtasida bahs munozarasi bor ekan. Lekin Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma ummatda olimi, mufassiri sahobalar ichida. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuma aytadilarki, oxirgi nozil bo'lgan oyat Payg'ambar alayhissalomga vafot etishlaridan 7 kun oldin nozil bo'lgan deydi. Ba'zi bir rivoyatlarda 9 kun degan ekan aziz birodar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar: "Vattaqu yawman turja'una fihi ila Alloh, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Saqlaning, ehtiyot bo'ling bir kundanki, u kunda siz Allohga qaytursiz. So'ng u kunda har bir nafs, har bir jon hayoti dunyoda nimani kasb etgan bo'lsa, uni mukofotini yoki jazosini to'liq olur u kunda deydi. Mana shu oyat kalomullohdan oxirgi nozil bo'lgan oyat. Rasululloh vafot etishidan 7 kun oldin nozil bo'lgan oyat. Bu oyat-i karima Qur'oni Karimni 23 yil mobaynida nozil bo'lishligini mohiyati shu oyat ichida mujassam. Kalomullohni maqsadi, murodi 23 yilda nozil bo'lishligidan maqsad shu oyatda mujassam. Chunki Alloh taolo 23 yil mobaynida payg'ambariga Qur'onni oyatlarini nozil etib, buni tagidan asosiy maqsadi nima edi? Odamlarni oxirat kunidan ogoh etishidir. Payg'ambarlarni shuni jumlasidan oxirgi zamon payg'ambarini yuborilishligini tagidagi maqsad nima edi? Odamlarni o'sha kundan ogoh etib, o'sha kunga tayyor etishlik edi maqsad. Mana shu oxirgi oyatda eng Qur'onni cho'qqisiga olib chiqib turib Alloh taolo nuqta qo'ydi Qur'oni Karimga. Har bir qilgan jon, har bir nafs qilgan yaxshiligiga yoki yomonligiga bu dunyoda bir kun kelib mukofotini yoki jazosini to'liq oladi. O'sha kundan ehtiyot bo'ling dedi. Aziz birodarlar, boshqa bir oyat-i karimada hammalaringiz yodlagan oyatda "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Zarra miqdoricha yaxshilik qilgan bo'lsangiz, albatta uni mukofotini ko'rursiz. Zarra miqdorida yomonlik qilgan bo'lsangiz, uning ham jazosini olursiz. Muqarrar qoida. Bu dunyoda hech narsa shundoq o'zidan o'zi bo'lmas ekan. Hech narsa shunday o'tib ketmas ekan. Birovga yaxshilik qildingiz, qadrini bilmadi, xafa bo'lmang, qadriga yetmadi deb, u shundoq ketmaydi bekardan. Birov sizga yomonlik qildi, xafa bo'lmang, jazosini olmadi deb, jazosini oladi. Hech narsa shundoq o'tmaydi. Birovga tabassum mukofotsiz qolmaydi, birovga humrayib qovoq solishlik jazosiz qolmaydi. Qaniydi shuni bilganimizda? Qaniydi shu haqiqatni anglaganimizda? Alloh taolo oxirgi oyatda bizga shu haqiqatlar bilan tanbeh berib kalomullohni tugatyapti-da. Demak, u bir kun insonni masiri hal bo'ladigan kun. O'sha kundan ogoh etilyapti. U bir kun hadislarda oyatda kelganidek miqdori 50 ming yilga to'g'ri keladigan kun. Alloh subhanahu va taolo har bir insonni o'rtada tarjimonsiz yakka hisob kitob qilar ekan. Birma-bir hisob qilar ekan. Har bir qilgan ishiga, gapiga hisob kitob qilar ekan. U kunda adolat tarozisi o'rnatiladigan kun. Hech kimga zulm qilinmaydigan, hech kimni haqqi qoldirilmaydigan kun. Haqdorga nariginga haqqi olib beriladigan kun. Hattoki shohlik qo'chqardan shohsiz qo'chqarga haqqi undirib beriladigan kun. Bahoimlardan
Hazrati odamni qo'ying endi. Hayvonlarga bir-birlaridan haqqi. Shuning uchun u kun adolat kuni. Chunki u kunda odil podshoh hukm qiladi. U kunda hech narsa insonga foyda bermaydi. Mol dunyo ham, tanish bilish ham, aka-uka ham. Bu dunyoda biz suyanyakkan, unsi ulfat topayotgan, ishanyakkan, bu mol dunyo, tanish bilish, aka-uka hammasi mansab bu dunyoda qoladi. Alloh taoloning huzuriga yalang'och ketamiz. Kafanimiz bilan ketamiz. O'zimiz bilan faqatgina solih amallarimizni yoki bo'lmasa Alloh saqlasin, gunohlarimizni orqalab ketamiz xolos. Bizni mag'rur etayotgan bu dunyodagi hayot g'ururlari hammasi qolar ekan. Biz ertalabdan kechgacha kun orttirayotgan, kunni o'tkazayotgan, o'lib tolashayotgan bu uy-joylar, mol dunyo, pul, farzand, qator-qator o'g'illar, qizlar, kelinlar, ko'zimizni, hayotimizni quvonchi bo'lgan nabiralar hammasi qoladi. U kunda yakkama-yakka qoldik. O'zimiz bilan Alloh. Orqamizda orqalagan savobimiz yoki gunohimiz. O'ng tomoningizga qarang do'zax, chap tomoningizga qarang do'zax, oldingizga qarang do'zax. Boshqa hech narsa yo'q. Aziz birodarlar, bir oyat karimada Alloh taolo yana shu kun haqida shunday deydi. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan taqvo qilinglar. Allohning o'zi aytayapti bizga. Ey odamlar, Allohdan taqvo qilinglar. Allohdan qo'rqinglar. Allohdan taqvo qilishlik faqatgina qo'rqishlik bilan emas, Allohdan taqvo qilishlik uni yaxshi ko'rishlik bilan ham bo'ladi. Uni jannatlariga oshiqish, intilish bilan ham bo'ladi. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar va bir kundan qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar. Ogoh bo'linglar o kundanki, otadan farzandi hech narsani behojat qila olmaydi o kunda. Ota ham farzandidan hech narsani behojat qila olmaydi. Amma surasining oxirida yawma yafirul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. U kunda kishi o'zini inisidan qochadi. Va ummihi va abihi, onasidan, otasidan qochadi. Va sahibatihi va banihi, xotinidan qochadi, farzandlaridan qochadi. Nimaga? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'n. Chunki har bir insonda u kunda o'zini sha'ni bo'ladi. Boshqalaridan chalg'itib qo'yadigan, avora etib qo'yadigan. Vujuhun yawma idhin musfira. U kunda ba'zi bir yuzlar bo'ladi, yorug' bo'ladi, charog'on bo'ladi, kulib turgan, tabassum qilib turgan, jannatga tushishligini bashoratini olib turgan kunlar bo'ladi. Qandayamki u kunda qaro bosgan, ajin bosgan yuzlar bo'ladi. Xorlikdan, xo'rligidan, xorg'inligidan nurab ketgan yuzlar bo'ladi. Ya'ni bir odamni juda bir xorigan bo'lsa, charchagan bo'lsa, qanaqa holatda bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat karimalarda o'sha kunni bizga tasvirlab, u kunda yoki undoqsiz yoki bundoqsiz, uchinchisi yo'q deb aytayapti. Demak, ana o'sha kunga tayyorgarligingizni hozir qiling. U kunda har bir mukofot yoki jazo bu dunyoda qilgan ishingiz jinsidan bo'ladi. Alloh taolo u kunda menga rahim aylasin desangiz, rahmat ko'zi bilan qarasin, nazari bilan qarasin desangiz, siz ham bu dunyoda rahimli bo'ling, shafqatli bo'ling. Alloh taolo meni u kunda dunyoda qilgan gunohlarimni endi bu hisobini o'zim ham bilmay qoldim. Alloh taolo kechirsin desa, siz bu dunyoda kechiring. Alloh taolo shunda sizni kechiradi. Alloh taolo menga fazlidan bersin desa, siz ham bu dunyoda fazldan bering. Bu dunyoda qilingan har bir narsani mukofoti o'shini jinsidan bo'ladi. Qandayki jazosi ham jinsidan bo'ladi. Rahim shafqatsizmisiz? Alloh taolodan u kunda rahim shafqat kutmang. Kechirimsizmisiz?
Shu yerga tukkaningizni chiqarib yubormaysiz o'lgungacha, gina gudrati shunaqasiz endi. O'g'il bolasiz haqiqiy. Kechirmaydigan. Alloh taolo ham sizni kechirmaydi. Xotiringizni jam qiling. Bermasdan shu tomizib yalaysizmi? Alloh taolo ham sizga hech narsani bermaydi o'kanda. Aziz birodarlar, Alloh taolodan bir narsani umid qilish uchun, kutishlik uchun biz o'shanga yarasha avval inson bo'lishimiz kerak ekan. O'zimizga uni rahmatini jalb qilishni bilishimiz kerak ekan. Fazlini jalb qilishni bilishimiz kerak ekan. Qalbimizdagi unga bo'lgan muhabbatni, itoatni amallar bilan namoyon etib izhor qilishimiz kerak ekan. Zero bu qilayotgan amallarimizdan Alloh taolo manfaatdor emas. La yanalallohu luhumha va la dima'uha, valakin yanaluhu taqwa minkum dedi. Alloh taologa bu qilayotgan qurbonligingizdan, so'yayotgan qo'yingizdan bu go'shi ham kerak emas, qoni ham kerak emas, terisi ham, kalla pachag'i ham kerak emas. Alloh taologa taqvo kerak dedi. O'sha taqvo qanday bo'lishligini Qobil bilan Qobilning qissasida o'qidik, eshitdik. Bittasi eng sara molini Alloh taologa qurbon qildi. Muhabbatini ifoda qilish uchun, meni muhabbatim shunday cheksiz. Men molim emas, kerak bo'lsa jonimni beraman Robbim uchun degan ma'noda eng sara molini qurbon qildi. Qurbonlik qildi. Bittasi nima qildi? Ha endi bo'laveradi, farz ado bo'lsa bo'ldi-da, qutulsam bo'ldi, endi aytgan ekan qilmasam bo'lmaydi deb turib bir zo'rg'a bir yiqilib tushadiganini olib chiqib qurbonlik qildi. Misol uchun endi taqqoslaganimizda. Fatuqubbila min ahadihima va lam yutaqabbal min al-akhar. Bittasidan qabul qilindi qurbonligi, ikkinchisidan qabul qilinmadi. Ha endi namozni farz qilgan ekan, eplab o'qishim kerak-da degan qabilda ish tutsak, zakotni endi nima qilay, endi berishim kerak ekanda, endi farz qilgan ekan, ilojim yo'q, endi beraman-da deb beradigan bo'lsak, Alloh taologa bizni bunaqa o'tmay qolgan sadaqotlarimiz kerak emas ekan. Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba dedi. Alloh taolo shirin, pokiza zot. Amallarni shirinini, pokizasini qabul qiladi dedi. Eng sarasini berishga harakat qilaylik. Eng chiroylisi bilan ado qilishlikka harakat qilaylik. Shundagina Alloh taolo bizni bu qilgan ibodatlarimizni, sadaqotlarimizni, tutgan ro'zalarimizni chiroyli tarzda qabul qiladi-da, bizlarga yana chiroyli mukofot bilan bizni borganimizda siylaydi aziz birodarlar. Azizlar, shunday bir ulug' kunlarda turar ekanmiz, o'sha kunni esladik-da. Mana bu ulug' kunda turganda o'sha bir kunni esladik. Bu kunni 24 soatning ichida o'tkazdik. Lekin u kun 50 ming yil bo'ladi. Bu kundan ozgina bir 2 soatini oyog'imizda tik turib qalqib namozni o'qib qo'ydik. U kunda 50 ming yil ikki oyog'imizda tik turamiz. 50 ming yil ikki oyog'ida inson tik turadi, tasavvur qilasizmi? Tasavvur qila olmaymiz bu narsa. Kursi yo'q, mana o'tirib oladigan. Tom yo'q, ship yo'q, soya salqin yo'q, daraxt yo'q, g'or yo'q kirib olgan. Konditsioner yo'q, ventilyator yo'q. Bu yerda avvalillar, oxirinlar hammasi jam bo'lgan bo'ladi. Quyoshni Alloh taolo 1 mil miqdorida yaqinlashtirib qo'yadi. Hijolatning ustiga issiqlik harorati o'sha kunda hammani turishi bor. Alloh taolo shuning uchun bizga bilgan zot, insonni toqati ko'tara olmasligini bilgan zot oldindan bizga ogoh etib qo'yaptiki, o'sha kun bor, saqlaninglar, ehtiyotini qilinglar, tadorigini qilib turinglar. Unga har biringiz borguvchisiz. Dengizga tushib cho'kib ketsangiz ham, kosmosda qolib ketsangiz ham, yonib kulingiz ko'k bo'lib ketsa ham, u kunda baribir tirilish bor. Va in minkum illa wariduha. U kundan o'tgandan keyin bir ko'prik bor. Alloh taolo aytadiki, har bir insonning undan bir o'tishi bor deydi. O'tmaydigan insonda o'zi yo'q deydi. Uni ostida nima bor? Uni ostida jahannam bor, otash bor. O'sha qil ko'prikdan har bir insonning o'tishi bor. Posbonlarga ozgina pulni berib, eshikni ochib kirib ketib qola olamizmi? Hammadan birinchi kirib ketib qola olmaymiz.
ozgina berib jazodan qutulib qola olamizmi? Qutulib qola olmaymiz. Shunday kun ekanda aziz birodar. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Shafoatchilarda shafoati foyda bermaydigan kun. Yawma la yanfa'u malun va la banun. U kunda mol va dunyo, farzandlar foyda bermaydigan kun. Illa man atalloha biqalbin salim. Illa kimki Alloh taologa sog'lom qalb bilan kelgan bo'lsa, o'sha sog'lom qalbgina foyda beradigan kun deydi. Aziz birodarlar, qalblarimizni sog'lom qilaylik. Qalblarimizni pokiza qilaylik. Robbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Robbana innaka raufur rahim. Alloh taolo bizga Qur'onda hattoki shu darajagacha o'rgatdi. Parvardigor, bizni qalblarimizda g'illi g'asht, kina gudurat, adovat qo'ymagin. O'zimga o'xshagan mu'minlarga nisbatan. Yomon ko'rgani bu dunyoda mu'mindan boshqa odam qurib ketibdimi? Adovat qilgani yonimda turib namoz o'qiyotgan odamdan boshqa odam qurib ketibdimi? Allohim qalbimizda iymon bilan o'tgan birodarlarimizga g'illi g'asht qo'ymagin. Parvardigori o'zing rauf, mehribon, rahimli zotsan deb duo qilishlikka o'rgatadi. Va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.